Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz vektor matrisalar asosiy amallar. Demak, bizda bir nechta darslarimiz matematika to'g'risida bo'lib o'tadi. Ya'ni biz hozir matematikaga bog'liq amaliy ko'nikmalarni ko'ramiz. Kod ko'rinishida ham bo'ladi. Kod ko'rinishi oson bo'ladi. Kod ko'rinishini yodlab bo'lgan yoza oladiganlar ko'p, lekin aytsa masalan buni tagiga yeta olasanmi, matematik amali qanday, nima tagida nima yotibdi, buni qanday hisoblangan, mana shu ichki tomonni bilish uncha odam bilmaydi. Faqat kodini ko'radi-yu, lekin ketadi. Shu bois biz hozir 3-4 ta darslarimiz matematika tomonini ham ochib ketamiz birato'la. Bu ML darsimiz, ML sohasi uchun shunaqangi paytlar keladi, juda kerakli bo'ladi. Demak, biz bugun vektor va matrisalar ustida amallarni ko'ramiz. Vektor bu o'zi nima? Vektor bu tartiblangan sonlar ro'yxati. Masalan, vektor nima deyilgan? 1D vektor, bir o'lchamli vektor mana. Ko'ryapsizmi? V1 teng, V teng 3, 5, 7. Endi siz o'ylashingiz mumkin, bu yerda 3, 5, 7 3 ta sondan iborat deb o'ylamang. Bunda masalan 10 anaqa ichida ketishi mumkin sonlar, 10 xonali, 10 ta bo'lishi mumkin. Har xil, juda ham har xil bo'ladi. Bizda hozir 3 ta kelibdi. 2D vektor debdi. 2D vektor bu tekislikda, ya'ni ikki o'lchamda yo'nalish va uzunlikka ega bo'lgan obyekt. Odatda u koordinatalar orqali ifodalanadi. X, Y bor-ku bizda. Demak, o'sha grafik. X, Y ni tasavvur qildinglar, o'zi maktabda ham o'tiladi. Endi 3D vektorga keladigan bo'lsak, 3D vektor mana shuni X, Y, Z. Bu fazoviy ko'rinish hisoblanadi. Endi kod ko'rinishini ko'radigan bo'lsak, biz bilamiz, matematik qismlarimiz qaysi kutubxonada bajariladi, NumPy kutubxonasida bajariladi. Biz hozir NumPy kutubxonasini chaqirganmiz. Mana kelgan. Hozir import NumPy bu juda ham oson. Mana bu 3-5 bo'lgan ekan. Inovatga olmaysizlar. Bizda 1-2-3 bo'ldi. Natijamiz hozir chiqadi. Internet Wi-Fi misal sayoz ishlayapti. Mana bu vektor 1D vektor chiqdi. Endi buni vektorlar ustida amallar deyilgan. Qo'shish juda ham oson. Kod ko'rinishini ko'rsak, keyin bitta ko'rdinglar, mana qo'shish V1 da V2 ga qo'shyapti. Bu oson. Demak, bizda hozir shuni qo'lda ko'rsatadigan bo'lsam, demak, bizda hozir nechta vektorimiz bor edi?
ikkita vektorimiz bor edi. V1 vektorimiz bizda nechiga teng edi? V1 vektorimiz hozir ishlagan masalamiz bo'yicha 1 bilan 2 ga teng ekan. V2 vektorimiz 3 bilan 4 ga teng bo'ladi. Endi buni qo'shish deganda mana tasavvur qilinglar. Bu yerda 1 bilan 3 ustun shaklda qo'shiladi, tasavvur shaklida. Tushunyapsizlarmi? Mana bular bir-biriga qo'shiladi. Shunda bizning javobimiz to'g'ri 6 vektor chiqadi. Aslida qonun qoida bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, no'shinimizda ham ko'rsatilgan 1 2 bo'lsa qo'shilgan 3 4 vektorlarimiz bor. Mana buni bunga qo'shdik. Go'yo bu ham ustun shaklga o'xshaydi. Shunda to'g'ri 6 natijamiz chiqdi. Tushunarli-a? Hammaga tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Endi qo'shishni tushundinglar. Ayirish ham xuddi shunday. Skalar bilan ko'paytirish debdi. Endi shuni bizda mana V1 ni faqat 3 ga ko'paytiryapti bu yerda. V1imiz 1 bilan 2 ga teng edi. 3 ni 1 ga ko'paytirdi 3. Mana 3 ni 2 ga ko'paytirdi 4 bo'ldi. Tushundinglar-a? Dot produkt debdi. Dot produkt skalar ko'paytma bu. Endi buni boyagi sizlar uchun mana shu yerda ko'rsatilgan sonlardan ifoda qilsam qulaymi yoki o'zimdan kelib chiqqan holatda hisoblayman. Mayli, hozir bu dot produkt osonligi uchun, adashib ketmasliginglar uchun boshqa sonlardan foydalanamiz. Dot produkt hozir bizda kirsak doskamizga bizda V1 vektor 8 ga 5 bo'lsin. Endi V2 vektor teng bo'ladi 10 ga 7 deylik. Sal katta ko'rinishda qildim. Endi bular bir-biriga ko'paytirish kerak. V1 vektor ko'paytirilgan V2 vektor. Bularning javobini topishimiz uchun avval yozib olamiz. 8 ko'paytirilgan 5. 8 bilan 5 ni bu vektorlarimizni ko'paytirilgan 10 butun 10 ni 7 bo'lsa, biz boyagiday mana bunga ko'paytirdik. Necha bo'ladi? 80. 80 qo'shilgan. Endi buni ko'paytiramiz. 5 kerak 35. Teng bo'ladi 425. Agar tushunmaganlar uchun yana bir oson usulni ko'rsatib ketaman. Tagidan yozaman. Oson usuli qo'shimcha usul bo'ladi. Maydalab yetish uchun bu juda ham qulay.
8 ko'paytirilgan 10 qo'shilgan 7 ko'paytirilgan 5. Demak, natijamiz baribir 125 ga teng. Tushunarli? Endi noshunimizga yana qaytamiz. Skalar ko'paytmani tushundinglar? Matritsa nima? Matritsa bu ikki o'lchamli sonlar jadvali. Mana ko'rib turibsizlar. Ikkita o'lchamli sonlar jadvali ko'rsatilib turibdi bizda. Demak, formulasi kodi kechirganiga sal charchaganga o'xshayman, lekin davom etamiz. Kodini avval ko'ramiz. Shu matritsani chiqazib beradi. Matritsani ko'rinishi juda ham oson. Buni birinchi darsda ham adashmasam ko'rsatib berganman. Ko'rdinglar? Natijamiz chiqdi. Endi matritsa ustida amallar deyilgan. Matritsani matritsaga qo'shish deyilibdi. Demak, bizda boyagi matritsalar 7-8 ham bo'lgan. Kodi juda ham oddiy. Vaqtdan tejash maqsadida kopiya qilyapman. Ko'rdinglar, natijamiz chiqdi. Endi buni kodi juda ham osonligi uchun, lekin ichki orqa tarafini hisoblashda ayrimlar biladi, lekin bilmaganlar uchun bu yangilik hisoblanadi. Bilganlar uchun eslatma. Buni hozir doskada ko'radigan bo'lsak, demak bizda matritsamiz bor. A matritsamiz nechi ikkiga teng ekan, 3, 4 degan. B matritsamiz bizda bu hozir B matritsani ham yozib olay. 5, 6, 7, 8 ga teng. Endi biz oddiy hisoblashimiz uchun matematikada bu hozir kompyuterda yozilgan, to'g'rimi? Endi matematikada o'zi ham bunday bo'ladi. 1, 2, 3, 4. Mana bu matritsamiz mana shu holatga. Bu matritsamiz, B matritsamiz teng bo'ladi 5, 6, 7, 8. Tushundinglar degan umiddaman. Buni formulasi bor. Endi formulasini sizlarga tushunarli bo'ladimi, tushunarsiz bo'ladimi? Qaranglar. Buni formulasi
birinchisi, A'ni 21-si, A'ni 12-si, bo'ladi. Mana shu formaga tayanadi. Tushunasizlar? Mana shunday bo'ladi. Endi shuni bir-biriga qo'shish kerak bo'ladi. B'da ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni B teng bo'ladi. B'ni 11-si, B'ni 21-si, B'ni 12-si, B'ni 22-si. Ko'rdinglar? Endi buni bir-biriga qo'shamiz. Qo'shadigan bo'lsak, A plus B'ni formulasi bittadan yozaman. A plus B'ni formulasi teng A'ni 11-si plus B'ni 11-si, A'ni 21-si plus B'ni 21-si. Endi bu yoqda A'ni 12-si plus B'ni 12-si. Demak, A'ni pastda 22-si qoldi. Plus B'ni 22-si. Shu formulaga tayanib biz mana shu quyidagi misolimizni ishlaymiz. Demak, birda A'ni 11-sida bizda B'ni 1 turibdi. Ko'rgan bo'lsalaring, teng qilib ishlaymiz. Tagidan 1 plus B'ni 11-si, mana B'ni 11-si 5 bo'ladi. A'ni 21-si 3 ga teng. 3 ga teng. B'ni 21-si esa 8 ga teng. To'g'ri? B'ni 21-si 7 ga teng bo'ladi. Endi bizda A'ni 12-si 2 ga teng. B'ni 12-si esa bizda 6 ga teng bo'ladi. Endi A'ni 22-si bizda nechaga teng bo'lyapti? O'zinglar aytinglar. Hop. B'ni 22-si shunga teng. Endi hisoblaymiz. Ko'rdinglar? Natijamiz 6, 8, 10, 15 chiqdi. Shu natijamiz bo'ladi. Bu vektorlarni vektorlarga qo'shish hisoblanadi. Bu formulani yozib olinglar. Boshidan keltirib chiqardik. A11, B11 shuni topganga pliz bor. Menga yozinglar. Nega bu formulada bunday narsa bor? Kim birinchi bo'lib menga aloqaga chiqsa, kommentariyaga yozsa, zo'r priz bor. Demak, buni o'chiramiz. Yozib olinglar degan umiddaman. Endi yana Notion'ga qaytamiz. Notion'imiz qo'shishni o'rgandik. Skalar bilan ko'paytirish. Endi 2 ga ko'paytirib qo'yibdi shu matritsani.
Shuni ham kodda ko'rsatib ketaman. Ko'rdinglarmi? A'da birinchisini 2 ga ko'paytirdi 2 bo'ldi. 2 ni 4 ga ko'paytirdi, 2 ni 2 ga ko'paytirdi 4 bo'ldi. 3 ni 2 ga ko'paytirdi 6 bo'ldi, 4 ni 2 ga ko'paytirdi 8 bo'ldi. Transpanatsiya deyilgan. Transpanatsiya bu vektorni almashtirish. Ya'ni qanday? Bu shu nima desam bo'ladi? Bu matrisaning qatorlarini ustunlarga aylantirish degan. Masalan, qarang. Yana ko'rsatadigan bo'lsam, transpanatsiya nimaligini tushuntiradigan bo'lsam, transpanatsiya boyagi formula orqali tushuntirsam sizlarga. Ana 11-si, ana 12-si, ana 13-si, ana 21-si, ana 22-si, ana 23-si. Xo'p. Endi shuni transpanatsiya qiling desa, qarang, bu matrisaning qatorlarini mana bu qator hisoblanadi, mana bu ustun hisoblanadi, tushunarli-ya? Qatorlarini ustunlarga aylantirish degani tushuniladi. Endi ani transpanatsiyasi deymiz. Teng bo'ladi. Qavsni ochamiz. Mana bu qatorni shunday pastga yozamiz. Ani 12-si, ani 13-si. Bo'ldi. Bu transpanatsiya hisoblanadi. Ana 22-si, ana 23-si. Birinchi qator, birinchi ustun bo'ldi. Tushundinglar? Mana birinchi qator, birinchi ustun bo'ldi. Ikkinchi qator, ikkinchi ustun bo'ldi. Endi sizlarga savol, og'zaki buni sразу qilib ketasizlar degan umiddaman. Sizlarga sразу misol qilib ketsam. Shuni transpanatsiyasini qilinglar. Sizlarga topshiriq. Buni og'zaki qilsa bo'ladi. Demak, biz yana davom etamiz. Qaytga keldik. Endi matritsa bilan vektorni ko'paytmasi. Tushunyapsizlar-a? Formulasini ko'ryapsizlar. Formulasi debman. Matritsa bilan matritsa. Endi mana buni ko'rayotdik biz. Matritsani vektorga ko'paytiryapti. Buni ham og'zaki hisoblab ketsak bo'ladi. 1 bilan 5 ni ko'paytiryapti. Qo'shilgan 2 bilan mana bu 2 bilan 6 ni ko'paytiryapti. Adashib ketmaysizlar degan umiddaman. Mana 3 bilan 5 ni ko'paytiryapti. 4 bilan 6 ni ko'paytiryapti. Kodini ko'raylik, mayli shunga ham harakat qilaman yozib tushuntirib berishga. Kodi juda ham oson. Matritsani yozasizlar, A teng deb NP array, bu NumPy'da unaqasi strukturasi. A nuqta dot deb shuni hisobla, ko'paytir demoqchisizlar, bo'ldi. Hisoblab chiqarib beryapti. Biz ham xuddi shuni
Mayli. Hozir boshqa misol ko'rsatib o'taman. Demak, bizda hozir matritsani vektor ko'paytirish edi. A teng 7, 8, 9, 10 deymiz. Ma'qulmi? Boyagidan sal farqli ravishda, lekin sizlar tushunishinglar uchun juda ham oson. Vektorimiz 5 ga 7 deymiz. 5 ga 10 desakchi. 5 ga 2 deylik. 2 ga 5. Qaranglar. Endi matritsani ko'paytiramiz vektorga. 7 ni 2 ga ko'paytirsak, 7 ko'paytirilgan 2 ko'paytiramiz. O'rtasida qo'shuv bor, adashib ketmanglar. 8 ko'paytirilgan 5 bilan. 8 ko'paytirilgan 5. 9 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 10 ko'paytirilgan 5. Tushunasizlar? Endi natijamiz 14 qo'shilgan 40, 18 qo'shilgan 50 bo'ladi. Teng 14 ga 40, 54, 18 ga 50, 68. Mana bizning yakuniy natijamiz shu bo'ldi. Tushunarlimi? Okey. Yana matritsani matritsaga ko'paytirish adashmasam. Hozir matritsaga ko'paytirish edi. Keyingisi matritsani matritsaga ko'paytirish. Bizda A bilan B bor edi, o'shani bir-biriga ko'paytirish. Qarang. 1, 2, 3 ko'ryapsizlar, pasti bir xil matritsalarimiz. Shuni bir-biriga ko'paytiryapmiz. Mana bizda qaranglar. Shuni aytib o'tib ketsam, vektor length formulasi bu: agar vektor x y bo'lsa, uning uzunligi quyidagicha topiladi. Ildizdan kvadrat olib chiqaveramiz va natijani birga qo'shamiz. 3D vektor uchun x y xuddi shunday kvadratga oshirib ildiz olamiz. Shu. Buni ham bir kodini ko'rib o'tsak, masalan debdi 3 bilan 4 ni olsak debdi. Keyingisi endi bo'ldi, tushunarli. Qarang. 3 bilan 4 ni olsak uzunligi 5 ga teng bo'ladi debdi. Sabab 3 ni kvadrati 9, 4 ni kvadrati necha bo'ladi? 16. 4 ga 16 ga 9 shunda 25 bo'lyapti. 25 dan ildiz olsa 5 ga teng bo'lyapti. Bu juda ham oson. Mayli bir ko'rsatib o'taman. Endi qarang. Nariginisini bunday qilamizda. V degan length 3D vektor uchun chiqarma ekan. Bunda xato beryapti.
Nariginisida ham xuddi shunday natija chiqadi. Ko'paytirsak bo'lgani, hozir mayda chudaga vaqt ajratib o'tirmaylik. Ikki vektor dot produktini ichki ko'paytmasi ular ko'paytmalar bo'yicha ko'paytirib yig'indisini olish. Hop. Qarang. Ani dot produkt ichki ko'paytmasi ularni mos komponentlar bo'yicha ko'paytirib yig'indisini olish deyilgan. A1 B1 ko'paytirasiz qo'shilgan A2 ni B2 ga. Boya ko'rsatdim buni. Почти bir xil. Uchta vektorlar uchun ham juda ham oson. Qarang. Geometrik ma'nosi deyilgan ikki vektor orasidagi burchak haqida ma'lumotlar beradi. Hop, kosinus alfa. Bu yerda ular alfa ular orasidagi burchak. A ko'paytirilgan B o'tkir bo'lsa, A ko'paytirilgan B katta 0, 0dan bo'ladi. Endi 90 gradusga teng bo'lsa, A ko'paytirilgan B perpendikulyar bo'ladi. 90 gradus. A ko'paytirilgan B kichik 0 dan bo'lsa, bu o'tkir emas, o'tmas burchak bo'ladi. Misollar deyilgan 1D, 2D array uchun cross produkt vektorlar ko'paytmasi. Faqat 3D vektorlar uchun aniqlangan amal. Ikki vektorlarning cross produkti natijasida yangi vektor hosil qiladi. Buni ham ko'ramiz. A1 mana formulasini ko'rasizlar. Shu bo'yicha eslab qolinglar. Mana shu formulani hozir amalda isbotlab yechimini chiqaramiz. Mana bu yoqda ham 1 2 3 4 5 qilgan. 3 minus 6 3 mana hisoblangan natijalar tushunuvchi yangi vektor. A va B perpendikulyar, uning uzunligi -3 kvadrat plus 6 kvadratga olib ildizdan chiqarsa, shunda 49 dan 7 chiqadi. 7 nechidir chiqadi-da. Python kodi. Python kodi juda ham oson-da. Kodida oson, lekin hisoblash o'ta ham qiyin. Shuni bitta vaqtimiz tobora o'tib ketyapti. Shuning uchun maksimalni harakat qilyapman tezroq o'tishga. Mana cross produkt -3 chiqdi. -3 chiqdi. Bizda keyin nima qildi? Bizda ildiz ostiga oldi. Nima sababdan? Mana yerdagi ildiz ostidagi amalimiz bor edi. Bizda lengthini hisoblayapti, uzunligini hisoblayapti. Tushunyapsizlar? Uzunligini mana cross produkti bizda ne chiqdi? -3 6 8 -3 chiqdi. Shu demak, hozir biz men sizlarga mana buni ko'rsatib beraman. Matritsani matrisaga ko'paytirish. Matritsani hozir men sizlarga ideal tushuntirib beraman o'zim. Qarang. Bizda nimamiz bor edi? Bizda matrisaga ko'paytirish dedik. Formulasi sizlarda bilmadim-ku. Buni qaytarish kerak. Esda qolish uchun C teng A ko'paytirilgan B. Bu formulasi. Bizda A matrisamiz 1
2, 3, 4, 5, 6. B matritsamiz agar e'tibor bergan bo'lsanglar, bu matrisadan xuddi shunday edi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Endi matritsani mana bunday shaklda ko'paytirib bo'lmaydi. 3 ekan, bu yo'q. 4, 5, 6. Bir-biriga unaqa ko'paytirib bo'lmaydi. Bu xato hisoblanadi. Bu o'ta xato. Boya transpoz qildik-ku, transpoz shuning uchun kerak. Matritsani matrisaga ko'paytirish uchun transpoz qilinadi. Agar sizda B matritsa deb bunday kelsa, siz buni transpoz qilishingiz shart. Demak, endi buni hisoblasak, A ko'paytirilgan 1 qilsak, natijamiz birinchi vektorda hisoblaymiz. 1 ko'paytirilgan 1, 2 ko'paytirilgan birinchi qator, birinchi ustun. Yozamiz. Teng A ko'paytirilgan 1 hisoblasak, birinchi ustun bilan birinchi qatorni ko'paytiramiz. 1 ko'paytirilgan 1. Bizdan maqsad qo'ygidan xato ketibdi. Bunda yozilganda, hozir adashib qolmaslikligi uchun 4, 5, 6. Shunday edi. Endi mana birinchi qator, birinchi ustunni ko'paytiryapmiz. Sizlar tushunishinglar uchun. 1ni 1 ko'paytirdik, qo'shilgan 2ni 3ga ko'paytiramiz, qo'shilgan 3ni 5 ga ko'paytiramiz. Natijamiz 7, 7ga 15, 22. To'g'rimi? To'g'ri. Hop. Endi bu birinchisi edi. Buni hisobladik. Endi ikkinchisini hisoblaydigan bo'lsak, birinchi qator ikkinchi ustunni ko'paytiramiz. Endi bu bilan buni ko'paytiramiz. Tushunyapsizlarmi? Bu yozib qo'y. Birinchi qator, birinchi ustun. Tushunyapsizlar? Endi dars yozamiz. Bu birinchi qator, ikkinchi ustun. Hop. 1 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 4 qo'shilgan 3 ko'paytirilgan 6 bo'ladi. 8, 10. Bu yoqda 28 chiqyapti natijamiz. Endi o'zingizlar hisoblashinglar uchun endi ikkinchi qatorda birinchi ustunga ko'paytirasizlar, keyin yana ikkinchi ustunga ko'paytirasizlar. Tushunyapsizlar? Oxirida bizda natijamiz oxirida bu sizlarga vazifa. Ikkinchi qismini sizlar topasizlar. Tushunyapsizlarmi? Qism sizlar topinglar.
beylar. Formulasini ham yozib ketayim. Aytib ketaman, mana yana qaytarib aytib ketaman. Endi ikkinchi qatorni birinchi ustunga, keyin ikkinchi ustunga ko'paytirib, xuddi mana shunday qilib hisoblaysizlar. Oxirida bizning natijamiz shu ko'rinishga kelishi kerak. 22, 28, 49, 64. Tushunasizlar? Shu ko'rinishga kelishadi. Bu ham sizlarga uyish hisoblanadi. Shuni yetishinglar shart. Xo'p, endi bizda ikkinchi masalamiz bor edi. Ikkinchi masalamiz nima edi? Buni pauza qilib yozib olinglar. Xo'p, endi ikkinchi masalamiz bizda dot produkt ichki ko'paytma debdi. Baya formulasi A1, A2 B teng B1, B2. Tushunasizlar? Yani demek biz tarifini aytib ketadigan bo'lsam, ikki vektorning dot produkti ichki ko'paytmasi. Bu ularning mos komponentlari bo'yicha ko'paytirib yig'indisini olishga teng bo'ladi. Dot produkt shu. A teng ko'paytirilgan B bo'ladi. Teng bizdan A1 B1 qo'shilgan A2 B2. Sizlarga uyish bo'ladi. Qilamiz 17 bilan 9 qilamiz. B vektor qilamiz 10 bilan 5. Bu uyishi. Tushundinglar? Bu sizlar uchun uyishi. Keyin 3D, 3D vektorlar uchun ham xuddi shu formula orqali hisoblanadi. Endi A3 bilan B3 ni qo'shib qo'yasizlar. Shu cross produktni hisoblashimiz kerak edi. Bu bizda eng qiyin. Vektor ko'paytmasi, vektor ko'paytmasi o'ta qiyin. Cross produkt bu faqat 3D vektorlar uchun aniqlanadigan amal. Bizda sizlarga ko'p qilaymiz. Men shuni imtihonga tushgan mana shu masala. Menda imtihonga tushgan. Demak, bu narsa kerak. A vektor bu oxirgisi yaxshilab qarab turinglar. A vektorimiz teng A1, A2, A3 ga, to'g'rimi? B vektorimiz teng B1, B2, B3. B1, B2, B3 ga. Вот. A ko'paytirilgan B bo'ladi. A ko'paytirilgan B bo'ladi. Mana shunda formulamiz A2 ko'paytirilgan B3 A3 ko'paytirilgan B2 A3 ko'paytirilgan B1 o'rtada ko'paytirish bor. Bilasizlar buni? A1 ko'paytirilgan B3
bo'ladida. Bu yog'i A1 ko'paytirilgan B2 ayrilgan A2 ko'paytirilgan B1 bo'ladi. Mana shu formula orqali hisoblanadi. Tezlik bilan hisoblab ketaman. A'miz teng bizda 1, 2, 3 ga teng bo'lsa, B'miz 4, 5, 6 ga teng bo'ladi. 6 ga. Endi bu yoqdan hisoblab ketsam, mana shuni qo'yib ketaman sirasi. A2miz bizda 2, ko'paytirilgan B3miz 6, ayrilgan 3 ko'paytirilgan 5, ya'ni A3miz ko'paytirilgan B2miz. 3 ko'paytirilgan 4, ayrilgan 1 ko'paytirilgan 6, ya'ni A3miz 3 ga teng, B1miz 4 ga teng. A1miz 1 ga teng, B3miz 6 ga teng. Ko'rasizlar, xuddi shuni qo'yib ketyapman o'rniga. Bu formulani keltirib chiqarish juda ham qiyin, yodlab olsanglar o'zingizlarga foyda. Hozir endi bizda A1miz 1 ko'paytirilgan B2 5 bo'ladi. Ayrilgan shunda 2 ko'paytirilgan 4. A2 ko'paytirilgan birinchisi bo'ldi. Buni hisoblab natijasini tahlil qiladigan bo'lsak, bizda 12 ayrilgan 3, 12 ayrilgan 6, 5 ayrilgan 8 chiqadi. Va natijamiz oxirida moshinamizda ko'rsatilgandek -3, 6, -3 chiqadi. Formulaga qo'yib, bu formulani yodlanglar. Juda ham kerak bo'ladi. O'zingizlar ustida yaxshi ishlanglar. Demak, juda ham zarur mavzu. Bu matematikasini bilishimiz kerak, shart. Bekorga bu narsalar qo'yilmagan, biz uchun o'rganishimiz kerak. Qanchalar muvaffaqiyatga erishishimiz uchun shuncha qiyinchilik bo'ladi. Bu hammasi oldinda harakat qilinglar. Hammaga rahmat.